Специально для вас ок kiyimda. Bir. Ha? Topdim bo'ldi. Bu safar yashil brenddaman. Hech qayerda Nike yo'q. Главное shu. O'tgan safargi videoda hamma yoq Nike qilibsiz. Bez Nike. Da, bez Nike, bez like. Ketdik. Bez bet bo'lmasangiz bo'ldi. Da. Dildorani amjag'i chiqib yotibdi ekan. Kechasi bilan tarjima qilib chiqqan. O'shanga to'g'ri tushunasizlar, uxlamagani. Shunda ham ko'rinishi ajoyib. O'zini yomon his qilyapti. Sizlar uxlamagan amjog'i gapiradi biladi. Просто я привыкла уже ручка bilan. Ну, без ручки никак. Извиняюсь, shunaqa каприз qilib turaman. Super Pippers. Marhamat. Благодарю. Спасибо. Hal qiluvchi sinovga tayyormisan? Bizni nima kutayotganini bilasan. Siropli poyga! Siropli. Siropli poyga! Bo'la qol janob sirop. Bo'la qol. Men g'alaba qozondim. Chiqib turibdi-da. Aha. G'alaba qozondim, qisiz. Aha. Men g'alaba qozondim. Qo'yil. Maybel, buni bir qara. Odam tengi koptoklar? Men ham odam tengiman. Yo, Maybel, mana bunga qara. Eng yaxshi maxluq surati uchun mukofot. O'sha gnomlarni suratga tushira olmaganmidik? Yo'q, ulgurmadik. Lekin menda soqoli qolgan. Uni nega saqlab qo'yding? Salom laqmalar. Qani bugun qanday kun? Qandaydir yubileymi? Bugun oilaviy xursandchilik kuni. Bugun ishlamaymiz va haligi biz piknikka boramiz. Stinam aka, xuddi o'tgan safargidek piknik bo'ladimi? Sizningcha shu Franklinmi? Ayol kishiga o'xshab qopti. Obba. O'sha qamoqxona juda zax edi. Mayli, balki eng zo'r piknik uyushtiruvchisi emasdirman, ammo va'da beraman. Bugun mazza qilib vaqtchog'lik qilamiz. Tezroq ko'zingizga bog'ish taqing-da, mashinaga o'tiring. Shoshmang nima? Maxluqlar, ovaga! Maxluqlar! Bunga qara Mabel. Mish oroli. Mishmishlar oroli deb tarjima qilganman-da. Bularda o'sha mana scuttlebutt bor-ku, mishmish so'zida, tipa. Keyin lekin uni bat so'zi bor. Zadnitsa bo'lib qolyapti-da ularda. Bizda qandaydir chiqmayapti shu narsa tarjimasida. Ketlar oroli deydi. Mish oroli. M deyapman, lekin nega o'xshab chiqyapti? Soat 4 bo'ldi. Ko'ramiz nechida chiqamiz. Keting bu yerdan. Mijozlarni qo'rqitmasligini so'ragandim. Bu oxirgi ogohlantirishim ota. Dada, shu bo'ladimi? Dada. Bular qunduzlar bo'ladi, nima ham yak deb yozganman. Qunduz aka o'zi. O'sha cheese tipa nimadir o'zbekcha topish kerak. Sir. Jilmayamiz. Xo'p. Jilmayamiz. Ko'rdingmi, biz yetib keldik. Men juda ham yaxshi kuzatuvchiman. Hamyak shari deyarli menikisan. Hamyak shari. Voy dod. Hamyak shari. Hamyak shari. Hamyak nima edi o'zbekchada? Hamyakda o'zi. Ладно, и так сойдет. Bobri. Bobri kurva. Ya pirdolaki bidle. Barcha bo'linmalarga. Bu yerda xavfli tomi ketgan chol bor. Men uni ko'rdim. Men uni yana ko'rdim. Men gravitatsiyamla bu yutkichini ko'rdim. U yana qochib ketmasdan yuringlar. Bu baxt jigasiga raqsga tushyapti. Yo'q, men dahshat jigasiga raqsga tushyapman. O'rini. Stinam aka, nima uchun aynan balqovni tanladingiz? Qarmoqqa yilga kelayotganda bu haqida ko'pchilik bilmaydi. Shkot tugunidan foydalan. Men senga do'st sifatida sirimni ochyapman. Men siz kim edingiz kechirasiz? Meni Stenam aka deb chaqirishing mumkin. Ser. Nega o'g'limizga teginyapsiz? Agar bas qilmasangiz men politsiya chaqiraman.
Bilasizmi, gap shundaki. Bu ishlaringiz yaxshi emas. Ikkita to'pig'imda, 3tasi kamzulimda, har biringiz uchun 4ta, sumkada 3ta qo'shimcha va bittasi shlyapam ostida. Uni hech qachon qo'ldan boy bermaymiz. Xo'sh do'stlar, kameralarni tekshiramiz. Xushvaqtchi! Bo'pti, sen kuzatuvchi bo'lasan, Zuz shturvalni boshqaradi, men esa kapitan bo'laman. Nima? Nima uchun sen kapitan bo'lasan? Nima uchun Mabel emas? Ha? Bo'lamiz. Baliqlar, ular bizdan qasos olishyapti. Sizdik bu yerdan. Bu juda ajoyib. Mana biz yolg'iz qoldik, Razana. Senga meni anchadan beri qiynab kelayotgan bir savolni bermoqchiman. Reginald. Bobojon, yana bitta kulgili hikoya aytib bering. Chol. O'zim 24 yoshman, yo'g'a 24 emasman, necha yoshman? 27 yosh ekanman. Albatta aytib beraman, meni baliq. 27 yosh aka. Ha? 30 ga kirmayapsizmi siz? Nima haqiqatni aytaverasiz? 29 ga kirdim, bilaman. Qo'rqinchli joyi yo'q. Shunchaki kadrda tanlab tugmani bosish kerak. Mana bunday. Meni ismim Mabel. Qofiyadir unga Mabel, yana qofiyadir Gabel, yana bir so'z bilan Shaybel. Mendan hech qanaqa anov chiqmas ekan. Rapper chiqmas ekan. Meni ismim Mabel, qofiyadir Mabel, yana qofiyadir Glabel, yana bir so'z bilan Shmaybel. Joying o'sha yerdadan keyin probelni bosmang, enterni bosib bering. Yana boshladingizda. Enterni bossangiz pastga tushadi, mana bunday pastdan ko'rinadi o'sha. Va qarang, 11-fasl 6-qism studiya gapirib, "Chel, nima qilyapsan? Akvariumga qayt, joying o'sha yerdadan keyin ana bosing nuqtani oldiga." Mana qarang, 11-fasl 6-qism. Ana shu pastdagi joying o'sha yerdadan keyin bosing. Serios topolmayapsizmi? Latif aytib beraymi? Bir kuni chuvalchang ketayotgan ekan, dumini ko'rib qopti. Tugadi. Dumini ko'ribdi, keyin ushab ko'ribdi. Keyin qitig'i kelib uyg'onib ketibdi. 8 hours later. Qani o'tib ketgan qayoqqa? 10 tomonga ko'rinmayapti ana shular. 12 o'clock midnight. Ko'rdingizmi? Pastga tushdi. Ha, yo bo'ldi o'sha bu, davno bo'luvdi. Biz tushuntira olmaganimga yig'lagim keldi. Nima? Bu sizmidingiz? Uni siz qurganmisiz? Ammo nima uchun? Nimani his qilayotganingiz haqida o'g'lingizga aytganmisiz? Yo'q, chunki robotlar yasash bilan band edim. Men juda ko'p robotlar yasaganman. Mendan rafiqam ketib qolganida robot pterodaktilni yasaganman. Eng yaqin do'stim Erni bazmga kelmaganida qasoskor robotni yasadim. O shaharni markazini yo'q qilib yuborgan. O'limni o'rnatilgan robotimni tugatishga ketdim. Stand-up aka, biz bu yerdamiz. Nima bu? Bolalar, Zuz bilan vaqt o'tkazishga ketmaganmidingiz? Kuni bilan qadimiy dinozavrni topishga harakat qildik. Keyin esa faqatgina bitta dinozavr bilan vaqtichog'lik qilishni istadik. Siz bilan aka. Menga rahmdillik qilishni keragi yo'q. Sizsiz ham vaqtim ajoyib o'tdi. Do'stlar orttirdim, aksim bilan gaplashdim, mahalliy politsiya bilan sayr qildim. Ular oyog'imga bu brasletni taqib qo'yishdi. Bo'ldimi? Tugadi. Rahmat sizga. Yana ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Nima deyishim kerak-da? Qarang, bizning kanalimiz nomi GTV. GTV ga ishlayapsiz hozir. O'xshamasiz, GTV ga qanday chiqib qo'yasiz? Tak, o'sha GTV ga obuna bo'linglar. Premium guruhimizda bizni dublajlarimiz tomosha qilinglar, siz bo'ladi. Oxirida Diyor aka shunaqa deb berdi deb qo'yaman. Men GTVga ishlayapman. Hammaga xayr. Bugun Gravity Falls'ni ikkinchi seriyasini yozdik. Maza qilib tomosha qilinglar yana. Faqat maza qilib Diyor ekanman-da. Kamerada ishlamayman shuning uchun. Rahmatik Diyor. Rahmat sizga. Hop. Shunaqa qilarmidi bloger? Eng qizig'i soatni ko'rsating, soat 8dan 36 minut o'tdi. Ovqat yeydik. Ovqat yeyishimiz kerak. Ochmadik hali biz. Suv bilan ochdikda, qorin och. Mana shu bratan. Sizlar podpiska olmayapsizlar, ovqat bermayapmiz O'tkir akaga. Nima bu endi o'tish hozir bu? Nima bu? Обожаю вот этот альбом. Eshitdinglar sizlar ham maslahatga. O'tib ketgan bo'lsa ham. Mana shu albomni yaratgan qo'shiqchi Extentation. Yaxshi.
Iltimos ovqat yeylik. Geek TVga obuna bo'linglar. Zo'r ishlar, zo'r multiklar bo'ladi. Ko'rib bahramand bo'linglar. Hammaga rahmat.